Qishda uyingiz issiq, yozda salqin bo'lishi uchun nima qilish kerak? Pena beton xizmat qadrdonlar O'zbekistonda yangilik. Juda ham arzon tushadi, tez bo'ladi va juda ham sifatli bo'ladi. Tomingizda sichqon kalamish, qurt qumursqa bo'lmaydi, bu yorilmaydigandan bo'ladi. To'sinni mana bunday ingichkasidan ham tashiydigan bo'lsangiz, qadrdonlar yuk tushmaydi, loydan afzalligi yorilmaydi va tomga yuk nagruzka tushmaydi. Bir kunda 150-200 kvadrat joyda akalarimiz quyishib qo'yar ekan. Mana bu ko'rib turganlaring materiallar izaspan bo'ladi, ya'ni to'singa havoni o'tkazadi, chirimaydiganidan bo'ladi. 1 kvadrat metri 5 sm dan 7 sm-gacha bo'lgan qalinlikdagisi 45 ming so'mdan, agar 10 sm bo'ladigan bo'lsa kelishiladi. Xizmatlar O'zbekiston bo'ylab bu aytilganlar vodiy bo'yicha Toshkent vohaga kelishiladi. Xo'p, tomingiz qanday holatda bo'lishi kerak? Mana bunday zarduvol urilgan bo'lishi kerak va vassalar tashlangan bo'lishi kerak. Akalarimiz o'zlari mana bunday material, ya'ni izaspan materialni olib kelib turib, pena beton xizmatini qilib berishar ekan. Kimga shunaqangi pena beton xizmat kerak bo'lsa, pastda nomer qoldirganmiz, aloqaga chiqaversa, to'liq video tajribali ustalar YouTube kanalida.